Assalomu alaykum. Meni ismim Sarvinoz. Yoshim 34 ta. Erga tegganman. Erim ko'p ichadi, ichib urardi. Uyimizda halovat yo'q edi. Oxiri erimdan ko'nglim qorib ketdi. Qaynotam va qaynonam bilan yashardik. Oxiri erim Rossiyaga ishlagani ketdi. Bolalarimni o'zim ishlab boqardim. Erim pul tashlamasdi. Erimning ukasi menga mehribon edi. O'ylanmagan bo'ydoq edi, qaynokam. Erim bir marta ham telefon qilmasdi. Yaxshi o'tiribsanmi, bolamiz yaxshimi demasdi. Ko'nglim sovib ketgandi erimdan. Lekin erimning ukasi shunchalar shirin so'z edi. Ta'riflashga til ojiz, hamma ishlarimga qarashib ketaverardi. O'g'il bola bo'lsa ham. Oxiri erimning ukasini yoqtirib qoldim. U ham meni yaxshi ko'rib qolgandi. Yaqqol nigohlaridan bilib turardim. Kunlarning birida qaynokam "Kelinayi zerikmayapsizmi?" deb namoq tashladi. O'zimga ham u gap yoqib ketdi. Chunki ko'rmaganimga 1 yil bo'lgandi. Axir erimdan darak yo'q edi. Qaynokam "Keling kelinayi, siz bilan iliqlik kiramiz" deb nagli aytdi. Shokka tushdim. Biroz "Nima deganingiz bu Dilshodbek?" deb aytdim. Lekin o'zimga yoqib ketgandi uni iliqligi. "Yo'q kelinayi, sizni shunchaki yaxshi ko'rib qolganman, ayta olmay yurgandim. Keling yaqinlik qilamiz" deb taklif berdi. "U qanday bo'lakan?" dedim. "Ko'rasiz, juda yaxshi bo'ladi, sizga yoqadi" deb yana namoq tashladi. Kunlar o'tdi. Erim boshqasiga o'ylanib ketgani haqida eshitib qoldim. Qaynonam bilan qaynotam bir-biriga aytib o'tirgan joyda poylab eshitib oldim. Yig'lab yubordim. Axir menga xiyonat qildi deb sabr qildim. Oxiri bo'lmadi. Erimning ukasi bilan gaplashdim. Har kuni menga shashlik somsalar olib kelardi. "Kelinoyi, sizga olib keldim, arqlab ketdingiz, nima, biror o'ylovingiz bormi?" dedi. "Yo'q Dilshodbek, hammasi yaxshi" dedim. Lekin bildirmadim. Asli ich-ichimdan ezilib ketgandim. Erimni menga xiyonat qilgani uchun. Dilshodbek erimdan ko'p mehr berardi. Chunki qaynonamga o'xshagan edi. Erimning ukasi yaxshi bola edi. Qaynonam va qaynotam Jizzaxga zominga dam olgani ketishdi. 5 kunga uyda erimning ukasi bilan qoldik. Katta hovlida. Hovlini sipiroqdandim, erimning ukasi orqamdan kelib quchoqladi. "Kelinoyi, menga 1 kunlik vaqtingizni baxshayiding. Sizni bedoringizga to'y bo'lay. Chunki sizni yoqtirib qolganman" deb bo'ynimdan o'pdi. Men shokda edim, lekin o'zimga ham juda yoqib ketdi. Chunki 1 yil erkak ko'rmadim. O'zimga ham yoqib qoldi. Erimning ukasi quchoqlab olib umuman qo'yib yubormadi. Hasan Husanchalarimdan eza boshladi. "Oh deya maza qilardim. O'zim ham yoqishib ketdim. Quchoqlab olib xonaga olib kirib ketdi. Spanliga yotqizdi. Nima qilyapsiz, Dilshodbek?" degandim. "Hozir ko'rasiz kelinoyi" deb ustidagi kiyimlarini yechdi. Bitta tursida qoldi. Menga yopishib ketdi. O'zim ham qarshilik qilmadim. Juda xohlab turgandim. Rosa ustimga chiqib, Hasan Husanchalarimni eza boshladi. Oh deya maza qilardim. Sekin meni yechindirdi. Yechindim. Srazu pastga qarab tushib ketdi. Ikkita oyog'imni ochib pomidordan yala boshladi. Mazza qildim. Lekin Dilshodbekni go'sht kaltaga qattiq turib ketdi. Sekin tiqa boshladi. 7-chi osmonga uchganimda tasavvur qildim. 2 soat tindirmay yotdik. Ichlarimga tashlab yubordi. Shunchalar mazza edi. Qaynokam ham rohatlandi. Ishni bajarib bo'lib yuvinib oldik. Kech tushdi. Ovqatlanib oldik. Yana kelib yopishib ketdi. Erim bilan meni yotoqxonamga kirdik. Yana ijodni boshladik. Eri xotindek yotdik qaynokam bilan. Hech bunday maza qilmagandim. Erimdan ko'p